Bugungi retseptda o'zimizni jaydari jaz shashligini qo'ldan kelgancha tayyorlab ko'rsatib beraman. Videoni o'tkazib yormasdan oxirigacha tomosha qilib tursanglar, sizlar uchun manfaatli bo'ladigan ma'lumot berib o'taman. Ishimizni dumbani videoda ko'rsatilgan shaklda to'g'rab, tuz sepib aralashtirib qo'yishdan boshlaymiz. Shashligimiz uchun mol go'shtini eng yumshoq pishadigan bonfile qismidan foydalanamiz. Go'shtni har xil pardalardan tozalab, yirik qanddan kattaroq shaklda to'g'rab olamiz. Go'shtlar to'g'ri bo'linganidan keyin marinad uchun muhim bo'lgan piyozni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Go'sht solingan tog'orachaga marli yordamida piyozimizni suvini siqib olamiz. Qaysi mahsulotdan qanchadan foydalanganimni kommentariyaga yozib qo'yaman. Go'sht 2-3 soat marinovkada turgunicha videoni boshida aytilgan manfaatli ma'lumotni tushuntirib beraman. Biz kollektiv bilan shu retseptni bahonasida Oqtoshda joylashgan dachaga dam olgani chiqdik. Qurib bitkazilganiga ko'p bo'lmagan yeb-yengi bu dachada ko'rib turgan hamma sharoitlar bor ekan. Yozgi oshxona, qishgi oshxona, 2 kishilik yotoqxona, hammom tahoratxonalari bilan. Kattalarning yotoqxonasi o'zini shaxsiy sanuzeli bilan. O'rtada joylashgan xollda hamma kerakli qulayliklar mavjud. Zo'roq narsalardan PlayStation 3, Mafia o'yini, finskiy sauna ham bor ekan. Bu dachaga oilaviy yoki halol dam oluvchi ulfatlaringiz bilan kelishingiz mumkin. Opisiyaga yozilgan nomerga meni nomimdan aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, chiroyli narxlarda qilib berishar ekan. Marinovka tayyor bo'lganidan keyin dumma bilan aralashtirib, sixga o'tkazib olamiz. Qo'raga ko'mirni qo'yib, shashliklarni chiroyli qilib pishirib olamiz. Aynan shu retsept bilan bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar. Ochig'ini aytsam, o'zim ham bu darajada yumshoq pishadi deb o'ylamagan edim. Retsept foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, shunaqa videolarni o'tkazib yormaslik uchun obuna bo'lib, kamchiliklarini kommentariyaga yozib yuborasizlar.